Ochiqchasi gaplashamiz. 350 ming dollarga aka biz qo'pol aytganda hidlamaymiz hamda aka, yoniga ham bormaymiz-da, to'g'rimi? Ishonib 10 taganda gaplashib naqd tushib ketadigan esingizda bo'lsa, Instagramda ko'rdik bir xil bolalar. Shunaqa panika qilib odamlarni hype qilmoqchi bo'ldi. Voy, ko'chmas bozorida, lekin to'g'ri hammaga ham emas. Investor qachon uy olish kerak, qachon tayyor bo'lgan? Puli bor odam qo'rqmas ekan, u investitsiya qilaverar ekan. Telegram kanallaridan yoki mediadan ko'rdikda o'zimiz hayron bo'ldik. Yil oxirigacha bozorda nimalar bo'ladi? Nima deymiz? Yurdik. Bizga davlat sharoit yaratib berdi yurishga, ko'chalarda yurishga. Nimaga o'sha paytda ko'proq sotmagan ekanmiz, ko'proq taklif qilmagan ekanmiz degan xayol bo'ldi. Assalomu alaykum hammaga. Bugun birinchi o'zbek tilida podkast qilyapmiz. Bugun Dubaydagi katta brokerlardan biri Maqsudni chaqirdim. Xudo xolasa yaxshi projarka bo'ladi. Shuni ko'ramiz. Maqsud, xush kelibsiz studiyamizga. Rahmat aka, chaqirganingiz uchun xursand bo'ldim. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Alhamdulillah, zo'r. Tinchmi? Tinch aka, hammasi. Yaxshi. Maqsud ham o'zbekistonlik. Maqsud, o'zingiz haqida ozgina aytib bering. Dubayda 18 yildan beri yashayman. Ko'chmas mulk sohasida 13 yildan beri. Developer, ya'ni qurilish firmasida ishladim, agentsiyada ishladim. Hozirgacha 13 yillik experience, ya'ni staj bor. Alhamdulillah, yaxshilab kelyapmiz. 13 yil Dubay ko'chmas bozorida, lekin to'g'ri hammaga ham emas, chunki bu bilasiz. Oson emas. Oson emas. Bir xillarida oilasiz bolalar ham yig'ilib boradi. Shuning uchun bu bozorda ancha yildan beri ishlashga haqiqatan ham o'zbekchasiga nima bo'lardi? Matonat kerak. Keyin sabr va matonat kerak. Menimcha bu juda ham muhim narsa. Xo'p, bo'lmasam bugun Maqsud shu ochiqchasi gaplashamiz. Shu agentga hech qanaqangi sirlarsiz, hech qanaqangi senzuralarsiz, qanaqadir narsalarda bekitmasdan ochiq siz bilan gaplashamiz bo'lmasam. Bo'ldi aka. Xo'p, bo'lmasam birinchi savol. Maqsud, ochig'ini ayting. Mana klientlaringiz orasida hozirgi vaziyatda xavotirga tushib, Dubay haqida ikkilanayotganlar ko'paydimi? Aka, to'g'risini aytsam, unaqa narsa albatta bo'ldi, tabiiy hol bo'ldi boshda. Eng qiziq narsasi boshida bu narsani biz nima deydi, Telegram kanallaridan yoki mediadan ko'rdikda o'zimiz hayron bo'ldik, xotirlanganlar bo'ldi. Lekin bu urush aslida Eron, Amerika, Isroil o'rtasidagi urush. To'g'ri, Dubayga ham ta'siri bo'ldi, lekin ko'p holatda klientlar aloqaga chiqib xabarlashgandan keyin ularga telefon qilib, ular bilan gaplashganda men tushuntirdim vaziyatni, Dubaydagi vaziyatni. Boshida vahima bo'ldi ko'pchilikda. Dubayda ham tez vahima bo'ldi, lekin hozirgacha mana yaxshi hammasi davom etyapti. Aslida urush aytganimdek Dubayda bo'lgani yo'q. Shu mediada ko'rgan narsalarga ishonmanglar demoqchiman-da. Bu narsa vahima bo'ldi, lekin vahima Dubayda bo'lgani yo'q unchalik. Bu narsalar bo'lgani yo'q. To'g'ri aytasiz, Maqsud, chunki endi bilasiz-ku, media ham shundan ya'ni non topadi. Menimcha ular uchun ham bu выгодно, chunki hamma shu ularni videolarini ko'rsa, menimcha ularga ham yaxshi shuning uchun. Lekin to'g'ri aytasiz, u darajada unaqa bo'lmadi. To'g'ri, u endi bo'rtirib ko'rsatadi media, lekin unaqa darajada ko'rgan yo'q. Yana bir bor realni o'zimiz ham ko'rdik, что Dubay haqiqatan ham безопасный ekan. Bunga lekin men besh ketdim. Bularda shuncha davlatda shuncha odamlarni podдержка qilganini hech qayerda menimcha bo'lmasa kerak. Qaysi tomonlama ham bu tomonni ham ko'rsatib qo'ydi Dubay. Xavfsiz ekanligini. To'g'ri. Bunaqangi menimcha situatsiyada hamma davlat ham menimcha boshqara olmasa kerak, turib bera olmasa ham kerak. To'g'ri aytasiz. Xo'p, ikkinchi savolim. Mart oyida bilasiz, hammamiz savdolar biroz sekinlashganini sezdik. Sizningcha bu shunchaki vaqtinchalik pauzami yoki jiddiyroq trend boshlanyaptimi? Aka, mart oyining boshida pauza bo'ldi. Uni aytsak bo'ladi. Mart oyida desak ham bo'ladi, lekin bu uzoq davom etadigan pauza emas. Bu vaqtinchalik pauza. Chunki bundan oldingi holatlarda ham Dubaydagi krizis paytida, Covid paytida ko'rganmiz. Bu ham shunga o'xshagan narsa deb hisoblayman. Tez chiqib ketadi bundan. Chunki har doim bilasiz, davlat podдержка bo'ladi. Men uni uzoq davom etadigan pauza deb o'ylamayman.
sabab investorlar bor, boshqasi bor. Dubaydan pul qochgani yo'q, investitsiya qochgani, kapital qochgani yo'q. Bu vaqtinchalik pauza xolos bu. Agar mana hozirgi oxirgi 10 kunda faollik bor, aktivlashgan developerlarga men biroz ko'p boraman. Vtorichkada ham faollik bor va agar holat aytaylik hozirdan shunday to'xtaydigan bo'lsa, bu yilning 3-4-amidan yana ham aktivlashib ketadi. To'g'ri aytasiz. O'sha 2008-yilda kriz bo'lganda, Всемирныйda, 2020-yil Covid paytida haqiqatan ham bor Dubay, lekin zo'r, lekin o'zini ko'rsatdi. Esingizda bormi? Hamma joy yopiq. Biz ko'chaga ham chiqa olmaganmiz bilsangiz. Uyda o'tirganmiz, shunda ham davom etgan. Chunki esimda bor aka, Coviddan chiqqanmiz, iyun oyida sirazi ochilishiga uy sotilishi boshlangan. Bu safar uyda o'tirmadik, yurdik. Bizga davlat sharoit yaratib berdi yurishga, ko'chalarda yurishga. To'g'ri. O'sha Covid paytida esimda bor. Bir narsani tushundim, puli bor odam qo'rqmas ekan, u investitsiya qilaverar ekan. Bitta narsani aytmoqchiman, shu esimda juda ham qolgan. Bitta o'zbek yigiti, o'sha Pam Jumeiradan 40 ta kvartira sotib olgan. Off plan. 7 Pam nomi haligacha esimda bor. U vaziyatdan foydalanganda 200% ga aniq oshdi. Men o'zim 650 ming dirhamga studiya sotganman. O'shalar hozir million, 1 million. Men 1 million 100 mingga sotganman. Mana ko'rib 2 million hozir. 2 million. 2 million, 2 million 100, 2 million 200. Minimum holatda 2 million dirham, ya'ni 550 ming dollar degan. 600 ming 300 ming dollarga hozir 550 ming dollar degan. To'g'ri aytasiz. Xo'p, mana 3-savol, sizni misol uchun o'sha xorijlik investorlaringiz, endi sizda bilamiz ko'proq o'zbeklar yoki SNG davlatlarda, ya'ni rossiyaliklar. Hozir ular nima deyapti va ularni ham ular hozir faolmi yoki jim bo'lib qolishdimi? Boshda telefon qilib so'rashgani bo'ldi, hammasi bilan aloqaga chiqdim, o'zlari ham aloqaga chiqqanlari bo'ldi. Endi boshida sal vahima bo'ldi, lekin vaziyat tushuntirib, har doim update qilib, ya'ni ularni xabardor qilib turibman vaziyatdan. O'zim meni lishniy o'zimni yaqin tanishlarim, ya'ni yaqin mijozlarim, tanishlarim ko'pi xavotirlanmayapti unchalik. Lekin to'g'ri bozorda umuman ya'ni Osiyodan degan, SNGdan bo'lganda mediaga qarab yoki bittaga balki o'sha boshda bo'lgan odamlar bo'lgan bo'lsa, xavotirlanayotgan bo'lishi mumkin hozir ham, lekin общий olganda men o'zim mijozlarim orasida xavotirlanganlar kam juda. Общий olganda bozorda xavotirlanganlar bor, to'g'ri. Endi biroz odamzod baribir har xil narsani o'ylaydi. Общий olganda vaziyatdan foydalanayotganlar ham bor. Shu holatda. To'g'ri aytasiz. Misol uchun agar siz panika qilib uyingizni arzon sotaman desangiz, точно yutqazasiz. Chunki Dubayda hozirgi kunda bunaqangi juda katta biz ko'rganimiz yo'q. Skidkalarda hech kim massiv narxlar tushirib tashlagan yo'q. Tushgan bo'lsa 10% tushganda, 20% tushganda juda ham o'sha pulga muhtoj odamlar. Atak в принципе bunaqangi katta avval sen degan narsa bo'lgan yo'q. Shuning uchun Dubay yana bir marta o'zini isbotladi-da, to есть bu bozor. Yana bitta narsani qo'shib aytmoqchiman aka. Общий olganda endi SNGdan deganingizda aksariyat mijozlar, aksariyat odamlar hammasi tashlangan paytda tashlanib, keyin shunday qolgan holat paytda vahomaga tushib sotib yuborayotganlari boshqa narsasi bo'ladi. O'z aslida bu ko'chmas mulk sal uzoqroq sabr qilib, uzoqroq muddatga tikiladigan, ya'ni uzoq muddatga pul tikadigan narsa bo'ladi. Shu iloji bo'lsa, uzoq muddatga pul tikib, sabrliroq bo'lib, bilasiz, bu vaqtinchalik narsa. Shuni hisob shunaqa deb o'ylayman. To'g'ri qilgan yaxshiroq bo'ladi. To'g'ri. Shoshmaslik kerak. Shoshmaslik kerak. Investitsiya, недвижимость bu, естественно, shoshmaslik kerak. Shoshmasdan sekin ish chiqsa bo'ladi. Естественно, o'ziga ishongan, ya'ni ishonchli agentlarga murojaat qilsa, to'g'risini aytadi. Shuning uchun hamma agentga ham ishonib, 10 ta agentga gaplashib naqd tushib ketadigan esingizda bo'lsa, Instagramda ko'rdik bir xil bolalar shunaqa panika qilib odamlarni hype qilmoqchi bo'ldi, lekin opti bor odam sirazi ko'rsatadi, что nima deydi, haqiqatan ham situatsiya qanaqaligini ko'rsatib beradi. Shuning uchun menimcha ishonchli agentga murojaat qilgan ma'qul. Agar siz Dubaydan uy sotmoqchi bo'lsangiz, hammasini besяких haligi aldovlarsiz, to'g'risini aytmoqchi, to'g'risini aytadigan agent bilan gaplashmoqchi bo'lsangiz, albatta bizga aloqaga chiqing. Pastda nomerlarimiz bor. Har doim yordam berishga tayyormiz. Xo'p, 4-savolimiz. Ko'p mijozlar hozir biroz kutaylikchi degan pozitsiyaga o'tib olgan.
bu narsa egalarni narx tushirishiga majbur qilyaptimi va o'zingiz shunday holatlarga duch keldingizmi? Aka judayam kam bo'ldi menda, to'g'risi. Endi ko'radigan bo'lsa judayam kam bunaqa holat bo'ldi. Uyini agar sotmoqchi bo'lganlar bo'lsa, o'sha o'zi qo'ygan narxda ushlab turganlar ham bor. Ba'zilari bor, sal tushiryapti, lekin kuzatayotganlar ham bor, vaziyatni kuzatayotganlar ham bor. Endi shunda olganda, bunaqa holat menda kamroq bo'ldi. Bozorda ko'p tanish agentlar bilan bilsangiz, ko'p tanish agentlar 20 yillik, 15 yillik bozordagi agentlar bilan gaplashganimda, ba'zilarida bo'layotganlari bor. Masalan, sotib yuboraylik uyda deganlari bor. Lekin общий olganda men o'zimda bunaqa holat kamroq bo'ldi. To'g'ri, menga ham o'sha investorlar chiqdi, nima deysan, sotamiz. Maslahat so'rashyapti. Men ham aytdim, agar juda ham pul zarar bo'lmasa, sotishni hojati yo'q. Chunki bu mediaga qarab baho berish noto'g'ri dedim. Shuning uchun qarab turibmiz. Вот, и haqiqatan bir ikkita сделкалар реально hozir ya'ni inglizcha hold deydi. Odamlar pauza qilib turibdi. Pauza qilib turishibdi, to'g'ri. Lekin olishga tayyor odamlar просто o'sha situatsiyani kuzatyapti. Nima bo'lyapti, nima qilyapti, qanaqa bo'lyapti. Biz bilan albatta maslahatlashgan holda ko'proq menga maslahatlashib, aloqaga chiqishyapti. Juda ko'p hollarda. 5-savol, offline qurilish bitmagan loyihalar developerlar bilan ishlash hozir qanday ketyapti? Ular mijozlarini ushlab qolish uchun qanday zo'r chegirma yoki yangi shartlar taklif qilishni boshladi? Aka, bilgan bo'lsangiz, bundan oldingi holatlarda ham aytganingizdek 2008-yilda ham shu yerda bo'lgan, 2020-yilda Covidda ham qaraydigan bo'lsangiz, shunaqa vaziyatda developerlardan foydalanib qolish kerak. Ba'zi bir developerlarda to'lovni osonlashtirib berishi, aytaylik, o'tgan hafta birga borgan bo'lsak, bir-ketin bordik, bitta developerga bordik, 20% hozir to'la, 80% bitganda to'la. Aka, bunaqa imkoniyat kamda. Bunga imkoniyat kam beriladi. Hozir 20% to'laysiz, esdan chiqarasiz. 2 yildan keyin uy bitganda uyingizni ko'rib turib, keyin kalitini olganda keyin 80% beradi. Shunga o'xshagan to'lov shartlarini bo'lib berishga yoki shunaqa uzoqroq muddatga berishga yoki qanchadir balki chegirma berayotganlar bo'lishi, 4% davlatga to'lanadigan anaqani 4% Zemel departamenti to'lanadigan to'lovni o'tib berishlari ham bo'lyapti. Ba'zi birlar, lekin hammasida emas. To'g'ri aytasiz. O'sha 20 ga 80, ya'ni o'sha to'lov rejasi oldin yo'q ketuvdi. Hozir mana chiqqan nimasi yaxshi? Birinchidan 20% to'lagandan keyin 80% ni kaliti olganda, yana bitta narsasi bor, uni sotsa ham bo'ladi. To есть 20% holat qo'yib sotib olsa ham bo'ladi, deyapti. Sotib olsa ham bo'ladi va yana bitta narsa, misol uchun ipoteka olmoqchi bo'lganlar juda zo'r narsa, chunki Emiratda misol uchun rezident bo'lgan odamlar 60% gacha, rezidentlarga esa adashmasam 75-80% gacha ipoteka olsa bo'ladi. To есть spokойно bemalol 20% to'lab qo'yib ipoteka olsa bo'ladi. Bu ham yaxshi variant lekin. Keyin ko'p dasturlovchilar, mana shu quruvchi kompaniyalar 20%, 25%, 30% to'lagan holatda qayta sotishga ruxsat beryapti. Ya'ni hozir pul to'laydigan bo'lsangiz, uy bitgan paytda agar mabodo 2 oy oldin uy olishdan oldin sotib olmoqchi bo'lsangiz, shunday holatda sotib olsangiz bo'ladi. To'g'ri. Bunaqa narsa bo'ladi. Bu flippingga yaxshi, kattaroq misol uchun shunaqa narsalar ham bor. Bitta emas, misol uchun 4-5 ta kvartira olib qo'yib, 1 millionga 200 mingdan to'lagan taqdirda 5 ta kvartira olib qo'ysa bo'ladi, lekin uni riski ham bor. Lekin shunga tayyor bo'lish kerak. O'shanda yaxshigina pul qilsa bo'ladi. Buni to есть shu ko'proq to'lovdan o'tib berishyapti, ko'proq to'g'ri skidka berayotganlar ham ba'zi bir holatlarda ko'rib qolyapmiz. 4% o'tib berayotgan yoki ba'zi bir holatlarda haligi predoplata, ya'ni boshlang'ich to'lasal ko'proq to'lab berganingizda ham oldin ham bor edi, hozir ko'proq o'tib berayotganlar ham bor. Lekin shunaqa vaziyatdan foydalanib qolish kerak demoqchiman. To'g'ri, kattaroq investorlar misol uchun bo'lsa, o'sha bir nechta uy olib turib, ya'ni o'sha registratsion sbor, kadastr pulini ham o'tib berib 4% bu juda ham yaxshi chegirma bo'ladi-da, endi misol uchun olib qo'ysa bo'ladi. Buni ham faqat qarash kerak, qanaqa застройщик, tarixiga qarash kerak. Shu. Xo'p, bo'lmasam 6-savol, ijara bozorida nima gaplar? Men eshitishimcha, ko'pchilik sotishdan ko'ra ijaraga berishni foydaliroq deb bilyapti. Siz ham shunday deb o'ylaysizmi? Aka, shunday deb o'ylayman men ham. Masalan, o'zimiz ham maslahat beryapmiz. Sotuvga qo'ygan uylarni mabodo, ya'ni bo'sh turgan bo'lsa, sotilmayotgan bo'lsa, ijaraga berib qo'ysa, pul kelib turadi. Shunaqa maslahat beryapmiz. Ijaraga berilganda ijara bozori ko'ryapsiz, yuryapti. Mana bugungi holatda brokerlar bilan, agentlar bilan ko'rishganimizda ko'pchiligi ijaraga o'tib turibmiz, ijara ham qilyapmiz degan holat bo'lyapti. Ko'proq ijaraga ham e'tibor beryapmiz degan holat bo'lyapti. Shuning uchun ijaraga berib qo'ysa,
pul kelib turadi, bo'sh turmaydi. Hali bo'sh turib zarar ko'rgandan ko'ra ijaraga berib qo'ysak pul kelib turadi. Shuni men tarafdoriman va ko'p uy egalariga, mijozlarimizga maslahat beraman. Bundan oldin berib kelganman. Shu yaxshiroq variant. To'g'ri. Agar siz Dubaydan uy sotib olmoqchi bo'lsangiz, yana bitta yaxshi maslahat, hozirgi kunda uyingiz misol uchun bo'sh bo'lsa arendaga berib qo'ying va Dubayda nimasi yaxshi, arendaga berilgan uyda ham sotib olsa bo'laveradi. To'g'ri. Kutib o'tirishni hojati yo'q, u bo'sh bo'lishi hojati yo'q. Shuning uchun bu ham yaxshi bir imkoniyat o'sha investorlar uchun. Xo'p, 7-chi savolimiz, ya'ni luxury, endi eng qimmat uylarimiz bor. O'sha segmentda ishlaydigan, misol uchun hamkasb sifatida ayting, katta pulli investorlar hamon Dubayga pul tikyaptimi yoki ular ham kutyaptimi? Aka, bu segmentda bo'lganim endi tajribamdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, bu odamlar bunaqa qisqa muddatda o'ylamaydi, uzoqroqda o'ylab pul tikishadi va bunga unchalik ta'siri bo'lgani yo'q. Bular uzoqroq muddatda o'ylab pul tikishadigan bo'lganligi uchun bularda, ya'ni backup plan deydi, orqasida puli borligi uchun ham unchalik xavotirga tushgani yo'q bular. Bular uje unchalik e'tibor bermasdan ya'ni davom etib ketishyapti. Bularga unchalik katta ta'sir bo'lmadi deb o'ylayman. Sababi bularda uzoqroq muddat ko'zlab tikilganligi uchun bularda unaqa juda ham ta'siri bo'lgani yo'q. To'g'ri, haqiqatan ham o'shanaqa men ham bozorda ko'ryapman, unaqangi juda ham ko'p distress deydi, unaqangi сделкалар luxury segmentda kam. Ular kutaveradi ular. Ular kutaveradi, ular misol uchun oxirgi qolgan puliga uy olmagan. To'g'ri. Bir emas, bir nechta unaqa uylar bor, shuning uchun u umuman boshqa kategoriyadagi investorlar. Lekin orada bo'lib turadi. Bo'lib turadi, lekin ulardan ham bitta ikkita bor. Yo'q, uni istisno qilmaymiz, bor ulardan ham. Bo'ladi. Mana bitta hozir odam bilan gaplashganimda aytdiki, o'sha Britaniyada investor ekan, qimmatroq uyni arzonroq sotishga tayyor, u ham luxury, chunki biznesi sal zarar ko'ribdi. Mana bu neftni narxi oshib ketgandan keyin endi butun dunyo zarar ko'ryapsiz. Butun dunyoga, hammaga zarari bo'lyapti bu narsani. Shu hisobiga u yoqdagi biznesi zarar ko'rgan, boshqa narsa bo'lganligi uchun ham sotayotganlar ham bor. Masalan, to'g'ri. O'zini narxiga olgan bo'lsa, keyin narx oshib ketgan, 50% oshib ketgan, yana o'z narxi tushayotgan bo'lsa, shunaqa sotayotganlar ham bor. To'g'ri. To'g'ri. Xo'p, bo'lmasam endi bitta savolimiz bor. Zo'r nuqtasiga keldik. O'zimiz oramizda-da. Agar vaziyat shunday bo'lsa-da, masalan, tarang bo'laversa, yil oxirigacha bozorda nimalar bo'ladi? Nima deb o'ylaysiz? Endiki qarang, men o'zim fikrimni aytadigan bo'lsam, to'g'ri, agar shunday tarang turadigan bo'lsa, men ko'proq developerdan, ya'ni off plan qurilishni sotganligim uchun to'lovlarni yana ham osonlashtirish mumkin. Bu ham bitta vaziyatdan foydalanish bo'ladi mijozlar uchun. Qaysidir developerlar, qaysidir застройщикlar skidka berishi mumkin, shunga o'xshagan narsalar bo'lishi mumkin, lekin bozor to'xtamaydi. Chunki hali aytganimdek, urush Dubaydagi emas. Ya'ni Arab amirliginiki emas bu urush. Atrofda bo'layotgan, shu hududda bo'layotganligi uchun ta'siri bo'lyapti. Vtorachka, ya'ni ikkilamchi bozori, arenda bozorlar har doim yuradi. Masalan, Dubaydagi yashaydigan aholi ham kam emas, rezidentlari ham 4 million oshganmiz. 4 million oshganligi uchun arenda, shu yerdagi rezidentlarni oldi sotdi, shunaqalar yurib turadi bu bozorda. To'xtab qoladi deb o'ylamayman. Bozor yurib turadi. Ko'pchilik to'g'ri, ana hozirgi birinchi raundda kelib tugagan bo'lsa, ikkinchi raundda kutishyapti, lekin общий olganda oxirgi 10 kun ichida aktiv bo'lgan, ancha faollashgan bozor. Men o'zim kuzatdim, sababi men bilsangiz, застройщикlarga, ya'ni developerlarga ko'p boraman. To'g'ri aytasiz. Endi boshda, конечно, panika bo'ldi, lekin hozir o'sha odamlar tushundi, что bunaqangi vaziyat og'ir emas, shu media ko'rsatgandaqa. To'g'ri aytasiz. Shu Dubay aholisi hozirgi yaqin tekshirganimda Dubay statistika sentrida 4 million 200 edi. 2030-yilgacha 5 million odam bo'lishi kerak. То есть buni qarangda, qanaqangi massiv odam. То есть o'tgan yili 4 million, то есть 200 mingdan kelgan taqdirda ham 5 yilda, естественно, 5 millionga chiqadi. Bu investorlar uchun juda yaxshi imkoniyat. Xo'p, 9-savolimiz eng qizig'i, hozir oldingizda naqd puli bor
mijoz kelsada, unda hozir oling deysizmi yoki biroz sabr qiling deb maslahat berasizmi? Aka, bunga maslahat beradigan bo'lsam, qarang. Investor qachon uy olish kerak? Qachonki tayyor bo'lganda. Agar hozir men olishga tayyorman degan bo'lsa, albatta to'g'ri proyektni, to'g'ri maslahat berib aytamiz. Yana bitta narsasi, bunaqa vaziyatdan foydalanib qolish kerak. 2 marta aytib o'tdik buni, ikkalamiz ham 2 marta foydalanib qolish kerak. Sababi aytganimizdek, to'lovdan yaxshi yutadi, riskka kamroq boradi. Chunki boyaga aytganimizdek 20% hozir to'la, 80% bitganda to'la. Ba'zi bir holatlarda kimlardir sotib olayotgan bo'lsa, uni olib qolishi ham mumkin. To'g'rimi? Masalan, kimdir biznesida bironta zarar etgan bo'lsa yoki shunga o'xshagan holat bo'lib qolsa, o'zini puliga sotib olayotgan bo'lsa yoki balki -5% ga, balki -10% ga o'pishib olganda vaziyatdan foydalanib qoladigan payt desak ham bo'ladi. Har doim imkoniyat bo'ladi. Bozor tushgan paytda imkoniyat bor, bozor ko'tarilgan paytda imkoniyat bor. Chunki buni biz ko'rdik. 2008 dan keyin 2011 gacha holatni bilgan bo'lsangiz, men 2-3 kun oldin bitta akamizga ko'rsatdim. 2019-yildagi, 20-yildagi shu yaqin atrofdagi rayonlarda townhouse narxlari. Townhouse'ni bilasiz, kottej, ikki etajli. Ko'zimga ishonmadim ko'rib. O'sha paytdagi to'lov shartlarini. Sababi o'sha holatda bo'lganimizda 2 yillik, 3 yillik rassrochka berishgan, ya'ni bo'lib to'lash berishgan. Bitgandan keyin 50%, 40%, yana davlat to'lovini, 4%lik davlat to'lovini, ya'ni domen departamenti to'lovni 50% o'tib berishgan, ba'zi 100% o'tib berishgan ekan. Narxi o'zi arzon. Plus to'lovdan ham o'tib beryapti. Unaqa narsa menimcha unaqa qaytarilmaydi. Sababi hozirgi bozordan kelib chiqsa qaytarilmaydi. Bozor orqaga qaytib ketgan taqdirda ham ungacha qaytmaydi. O'sha paytdagi bizga bozorni bir-biriga taqqosi, bozordagi rayonlar bir-biriga taqqoslash. Chunki albatta bizga marketing kampaniya qilganimizda bir-biriga taqqoslash bo'ladi. Bu mijozlarga bog'langanimizda ularga yetkazib berishimiz taqqoslashda 5 ta communitynikini, townhouse'larnikini bir-biriga moslashtirilganda narxlar ko'rib aka, nimaga o'sha paytda ko'proq sotmagan ekanmiz, ko'proq taklif qilmagan ekanmiz degan xayol bo'ldi aka. Sababi juda ham narxlar arzon, plus 4% dealing, ba'zilarni 2% zemin departamenti to'lovida 2% o'tib beradi, ba'zilari 4% o'tib bergan. Keyin 40, 50, 30%larni 2 yilga, 3 yilga bo'lib to'lashga bergan. Bitgandan keyin aka u. Uy kalitini olgandan keyin aka. O'zi eng yutug'i aka mijozlarni, ya'ni investorlarni uy olgandan keyin, ya'ni 60-70% to'laganda qolgan u 40-30%ni aka bo'lib berish. U degan kalitni olib investor, ya'ni arendator, ijarachini o'zi qanchadirini to'lab beradi. Uni bilsangiz kerak. Buni bilsangiz, hozirgi holatda ham shunaqa holatlar bo'lib qolsa, zo'r payti demoqchiman. Da, to'g'ri aytasiz. O'sha Covid payti esimda bor. Haligi hafta uylar chiqqanda 3 bedroomlik townhouse'lar narxi 1 milliondan ozgina oshiqroq bo'lgan. 1 million 200 ming, 300 ming bo'lgan. Mana shunaqa narxi hozir 3-4 millionga chiqib ketdi narxlari. Expo villada 1 million bo'lgan ekan aka. Mana La Roza. Men o'sha yerda ham sotganman, esimda bor, qancha sotganman, juda ham 1 La Roza 4dagi 1 million 270 ming dirham, ya'ni 360 ming, 350 ming dollar atrofida degani. 350 ming dollar atrofida degani aka. 350 ming dollarga aka biz qo'poq aytganda hidlamaymiz ham aka. Yoniga ham bormaymiz-da, to'g'rimi? One bedroom. 1 bedroom apartament Dubai South'da chiqqanidagi qanaqa sotdik? Ana Emardan. Golfview chiqqanda 1 million 100 ming, 300 ming dollarga chiqqanda arzon chiqib shundan yaxshi foyda qilasizlar deb aka berdik. Sababi to'g'ri, haqiqat aka. Chunki endi tasavvur qiling, o'sha Expo'da, shu joyda Emar South'da 1 millionga townhouse, yana 45%ni 3 yilga bo'lib to'lash. Shunaqa bo'lgan. Haqiqatan ham. Town Square'da bo'lgan aka, 10%ni hozir to'la, qolgan 90%ni 5 yilga bo'lib ol. 60 oyga aka. Esimda bor, esimda. Shunaqa ham bo'lgan aka. Hozirgi kunda o'sha, ya'ni o'sha naqd puli bor odamlarga nimasi zo'r maslahat? Birinchisi, 2-3 yil oldin chiqqan off-plan hozirgi kunda arzonroq bo'lgan. O'shani olish mumkin. Faqat unga birdaniga 50% to'lash kerak. Siz arzonroq olishingiz mumkin. Bu birinchi maslahat. Ikkinchi maslahat, agar siz xotirlayotgan bo'lsangiz, off-plan oling. Qurilayotgan uy hech narsa qilmaydi. Uni 2-3 yil kutsangiz, sekin-sekin bo'lib to'lab olasiz. Даже 1% to'lasangiz ham bo'ladi. Kстати, yaqinda 1%lik sizda bo'lsa 1%lik townhouse chiqyapti. Bu ham yaxshi variant. Shuning uchun shunaqa imkoniyatdan foydalanish kerak. Xo'p, endi final. Final bizning 10-savolimiz. Dubay hukumati bunday vaziyatlarda harakatlar haqida nima deb o'ylaysiz?
bizning bozor bunday zarbalarga chidamlimi? Dubay hukumati albatta chidamli. Sababi Dubay bozorimiz. Dubay hukumati har doim qo'llab-quvvatlab kelgan. 2008-yildan 2011-yilgacha bo'lgan krizisdan keyin ham zo'r qo'llab-quvvatlagan. 2020-yilda ham bilsangiz undan keyin investor vizalarni chiqardi, golden vizani chiqardi. Shunga o'xshagan har xil takliflar bilan albatta keladi, chiqadi deb o'ylayman. Qanaqadir yangilik qilib beradi, qanaqadir yangiliklar bo'lish ya'ni mustasno qilmayman, bo'ladi. Sabab Dubay hukumati har doim ya'ni amirlik desak ham bunaqa vaziyatlarda qo'llab-quvvatlab investorlarga, o'zini yashaydigan xalqiga, hammaga poddeshka beradi. Yana bitta narsasi, yaqinda 1 million dirham ajratildi, чтобы biznesdagi ba'zi bir haligi seksiyalarda qo'llab-quvvatlashlik uchun. Sheyx Hamdan bin Rashid al-Maktum shunaqa chiqardi. Уже boshlandi. To'g'ri aytasiz, o'sha yaqinda o'sha Sheyx Hamdan shunaqangi ukaz qildiki, что 1 milliard dirham. 1 milliard dirham o'sha biznesni qo'llab-quvvatlash uchun, o'sha gostinичный biznes, yana bir xil boshqa bizneslarni qo'llab-quvvatlash uchun, chunki o'zingiz bilasiz, Dubayga kamroq hozir turist kelyapti, lekin bu hammasi vaqtinchalik. Shu yerda ham misol uchun sразу o'sha Dubay hukumati birinchidan o'sha 1 milliard dirham pul ajratdi. Ikkinchidan oziq-ovqat Hormuz yopilishiga qaramasdan shunaqangi problem bo'ldi. Ikkinchi Omondan baribir o'sha produktlarni olib kelyapti. Shuning uchun unaqangi ko'p prezidentlar qiynalgani yo'q. Ozgina sezilmagan darajada ozgina narxlar oshdi. Benzin ham ozgina oshdi. Men hali kuni benzin quyganimda oldin 100 dirham qo'yardim, hozir 130 dirhamga qo'ydim. Bir bakda bu qancha? 10 dollar ham emas-da, to есть farqi. Misol uchun yevroga qarasangiz 3-4 barobar qimmat. Ko'p joyda benzin qimmat. Endi birja qimmatladi benzin, shuni hisobiga benzin hamma joyda qimmatladi. Endi Amerikadagi birodarlarimizga ham gaplashganimizda ularda ham dizel qimmatladi deb aytyapti. Chunki bilsangiz aksariyati trak haydashadi, shuni hisobiga ular ham aytishyapti. Bizda ham aprel oyidan narx oshish kuzatildi. To'g'ri. Lekin общий olganda davlat hech qachon tashlab qo'ymaydi. Bitta hukumat har doim qo'llab-quvvatlaydi. Qaysi tomonlama, hamma tomonlama desak ham bo'ladi. Sababi ularga investorlarni aslida qo'llab-quvvatlaydi bittaga. To'g'ri aytasiz, chunki Dubay reputatsiyasini har doim birinchi o'rinda qo'yadi. Shuning uchun ham hamma Dubayga ishonadi, Dubaydan investitsiya qiladi, kompaniya ochadi. Yana o'zbeklar uchun o'qidim bugun The Middle East Economy. O'sha yerda aytayaptiki, O'zbekiston bilan Birlashgan Arab Amirliklari orasida biznes yanada kuchaytirilyapti degan. 2300 ta o'zi kompaniya bor ekan Emiratda. Shuning uchun menimcha bu yana davom etadi. Turizm ham yaxshi rivojlanyapti. Turizm vaziri ham chiqish qildi, bilgan bo'lsangiz, yaqinda bir adashmasam bir hafta oldin, чтобы shu holatdan kelib chiqib turib, turizmni ham rivojlantirish, qanaqa holatlar qilish, qaysi tomonga, qaysidir masalan turizm tomonlama, gostinitsalarga qanaqadir legotalar, shunga o'xshagan narsalar bilan boshqacharoq qilib, kuchliroq qilib olib kelamiz degandek qildi. Biz turizm vaziri kelib chiqardi. O'zi supermarketlarga borib aylandi, gostinitsalarga borib aylandi. To'g'ri. O'shalar уже ofitsialniy yangiliklarda chiqdi bu. To'g'ri aytasiz. Bu haqiqatan ham shunaqa. Bular faqat gap emas, realni ishlaydi. Davlat chiroyli gapirgandan ko'ra bular nima deydi, o'sha amalda bajaradi. Xo'p, mana shu bugun bizda birinchi o'zbekcha podkast bo'ldi. Hammasi oshchasiga aytdik, hech narsani yashirganimiz yo'q. To'g'risini aytdik. Yana agar Dubaydan uy olishga maslahat kerak bo'lsa, bizga aloqaga chiqing. Biz har doim yordam berishga tayyormiz. Albatta bundan keyin ham o'zimizda bo'lgan informatsiyalarni yoritib berishga, shu mijozlarga, yaqinlarga ulashishga harakat qilamiz ekan. Maqsud, katta ham rahmat kelganingiz uchun. Sizga ham rahmat aka, vaqt ajratganingiz uchun.